Biz piyo festivalini nima uchun gapirishimiz kerak? Tupurmasdan gapirgin u. Ge Abror Muxtor Ali. Nima deysan? Biz nimaga chiqib pivo festivalini gapirishligimiz kerak deysanmi? Nimaga deb savol beryapsanmi? Sen domla emasmiding? Sen o'zingcha ahli ilm emasmiding? Sen doktor emasmiding? Sen doktorlikni da'vo qiladigan odam eding-ku. Yana nimaga men chiqib gapirishligim kerak deysanmi? Sen nimaga 40 million aholiga fatvo beryapsan bo'lmasam, domlalikni da'vo qilib. Yana chiqib nima deyapsan? Nimaga biz pivo festivalini gapirishligimiz kerak deyapsan? Allohga savol beryapsanmi sen hozir? Yoki Allohni gapiraveradi Alloh deyapsanmi? Deyapsan zotan. Nimaga gapirishligini keltirib beraymi Qur'oni Karimda? Alloh azza va jalla Ali Imron surasi 110-oyatida shu oyatni tafsirida ulamolar nima degan? Sizlar insonlar uchun yuborilgan eng yaxshi odamsizlar deyapti. Ummatsizlar deyapti. Eng yaxshi ummatsizlar. Sizlar yaxshilikka chaqirib va yomonlikdan qaytarguvchisizlar deyapti. Mana Alloh azza va jalla aytayapti. Sen nimaga deysanmi? Allohga savol beryapsanmi? Sen domla eding-ku. Sen mana shu oyatlarda aytib, mana shu oyatga amal qilishliging kerak emasmidi? Sen yaxshilikka chaqirib, yomonlikdan qaytarishliging kerak emasmidi? 40 million aholini qatga yetalab ketyapsan. Jahannamgami o'zingga qo'shilib? Shayton alayhilarni Alloh azza va jallaning izzatiga qasam ichgan-u. Mana shu insonlarni deb jahannamiy shayton bo'ldimmi? Endi bularni o'zimga qo'shib jahannamga olib kirib ketaman deydi. Sen haromi mushrik insonlarni, johil mushrik kofirlarni o'zingga qo'shib jahannamga yetalamoqchi bo'layapsan. Mana Alloh azza va jalla aytib turibdi, sizlar ummat uchun, sizlar eng yaxshi ummatsizlar deyapti. Yaxshilikka chaqirib va yomonlikdan qaytarasizlar deyapti. Sen nimaga deyapsan? Nimaga gapirishligim kerak deyapsan? Buni basharasini ko'ringlar. Buni gapirayotgan gapini tekshiringlar. Alloh azza va jalla aytayapti. Bir fosiq gap gapirsa uni tekshiringlar deyapti. Sizlar nimaga tekshirmayapsizlar? Domlam, doktor deb yurasizlar-ku. Savol berasizlar, fatvo beradi-yu. Nimaga buni chiqib gapirmayapti? Gapira olmaydi. Sabab bu DXX. Bu tog'utlarga ishlaydigan saroy mullasi. Ko'zinglarni ochinglar. O'lmaymiz deb o'ylayapsizlar, o'lasizlar. Ey, Ge Abror Muxtor Ali. Sen ham o'lmayman deb o'ylayapsanmi? Sen ham o'lasan. Buni o'zing juda yaxshi bilasan. Seni bobeng Firavun la'natulloh alayh o'lib ketdi. Seni bobeng Karimov najosat mushrik la'natulloh alayh o'lib ketdi. Sen ham o'lasan bir kun. Lekin tavba qilish vaqti bor. Tanangda joning bor ekan, tavbangni qil. Sen bu ketishingda jahannamga ketasan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deyapti? Kim nimani ustida o'lsa, qiyomat kuni shuni ustida tiriladi deyapti. Allohdan qo'rq. Ittaqulloh. Sen Allohni tanimaysan-ku. Futbolga jalb qilyapsan, futbolga chaqiryapsan odamlarni. Musobaqalar uyushtiryapsan. Ana shuni o'rniga insonlarga tavhidni o'rgatsang bo'lmaydimi? 40 million aholidan 35 millioni 5 millioni bundan mustasno deb bilaman vallohu alam. Mana shu 35 million aholi tavhidni nimaligini bilmaydi, aqidani nimaligini bilmaydi, dinini nimaligini bilmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni kimligini tanimaydi. Mana shu ishni qilsang bo'lmaydimi? Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima deyapti? Sahih Muslimda keladi hadis. Sizlar bir munkarni ko'rsanglar, qo'linglar bilan qaytaringlar. Qo'linglar bilan qaytarishlikka qodir bo'lmasanglar, tilinglar bilan qaytaringlar deyapti. Agar tilinglar bilan ham qaytarishlikka qodir bo'lmasanglar, qalbinglar bilan qaytaringlar deyapti. Mana shu
iymonda eng zaifi deyapti. Sen najosat, mana shu munkardan qalbing bilan ham qaytarmayapsan. Demak seni tiling bilan aytyapsanki, o'zingning og'zing bilan nima deyapsan? Meni qalbimda iymonim yo'q deyapsan. Zarracha iymonim yo'q deyapsan. Ana shuning uchun mana shunga chiqib qarshilik qilmayapsan. Ey johillar, ko'zinglarni ochinglar. Bular sizlarni jahannamga yetalayapti. Alloh azza va jalla harom qilgan narsani nimaga men chiqib gapirishligim kerak deyapti. Ko'zinglarni ochsanglar bo'lmaydimi? Alloh azza va jalla buni tili bilan kimligini fosh qilyapti. Xuddi shayton alayhilanani kimligini tili bilan, amali bilan fosh qilgandek. Ko'zinglarni ochinglar. Bu sizlarni jahannamga yetalayapti. Massalama.